qopli. Bu yerda savollar 100 dan ortiq, 100 dan ortiq savol, qopqonli savollar biz alohida terib chiqqanmiz. Agar shu qopqonli savollar sizlarga tushadigan bo'lsa, imtihonni charkashib qolishlar mumkin. Hatto yiqilish natijasiga ham olib chiqadi. Shuning uchun bu juda ham muhim bo'lim. Ya'ni 8-moduldan 9-moduldan qanaqa natijalar ola olamiz? Testlarda aniq ko'p chalkashtiradigan, noto'g'ri javoblar tanlanadigan qopqonli savollar ustida alohida ishlaymiz. Qiyin va chalg'ituvchi savollarni ajrata olishni, ularni to'g'ri yechishni mutlaqo o'rganasiz va bu yerda naq 103 ta savol bor. 103 ta savolni maxsus qopqonli test savollariga tayyor bo'la olasiz, hech qanday muammolarsiz. Xo'p, ushbu o'zimning shaxsiy kursimda kimlarni kutaman? O'zini bilmaga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan insonlarni kutaman. Pravani qonuniy olmoqchi bo'lganlarni kutaman, noqonuniy emas. Uchinchisi, pulini, asabini, vaqtini, energiyasini tejab qolishni xohlovchilarni kutaman. To'rtinchisi, avtomobilni qonuniy boshqarmoqchi bo'lganlarni kutaman, noqonuniy emas. Endi kurslar kimlar uchun emas? Pora bilan olmoqchi bo'lgan haydovchilar uchun emas. Kursni sotib olib, dangasalik qilib o'qimaydiganlar uchun emas. Bilimiga investitsiya kiritmasdan har safar imtihondan yiqilaverib 1.200.000 pul to'lab yuradigan boyvachchalar uchun emas bu kursimiz. Shunga ahamiyat beringlar. Endi sizlarni ushbu tariflar bilan tanishtiraman. Bizda 3 ta tarif bor: standart, premium va VIP tarifi. Standart tarifda nimalar bo'ladi? Standart tarifda 45 ta darsdan iborat video bo'ladi va tayyor checklist bo'ladi. Checklistning plus tomoni sizlarni dars jarayoninglar rejalashtirilgan bo'ladi oldindan. O'sha reja asosida sizlar o'rganishinglar kerak. Ushbu standart tarifimiz 1,5 million so'm. Men oxirida qiymatini ham beraman. Shuning uchun oxirigacha tomosha qilinglar. Premium tarifda nimalar bo'ladi? Standartda bor narsalar bu yerda ham bor va qo'shimcha narsalar bizda bor. Ya'ni kurs davomida kurator bilan savol-javob uchun Telegram guruh alohida ochiladi. Barcha savollar bo'lsa, kuratorlar javob berib boradi sizlarga. Ikkinchisi, kurs davomida 2 marta shaxsan men bilan jonli efir bo'ladi. Savollar bo'lsa, barcha savollarga o'zim jonli efirda javob berib boraman. Kursni tugatgandan so'ng yana 1 oy kuratorlar bepul sizlarga yordam beradi. Qanaqadir muammo chiqib qolishi mumkin, savol chiqib qolishi mumkin, qaysidir joyda tushunmasliklar mumkin. O'sha narsalarga sizlarga kuratorlar yordam berib boradi. Kursni tugatganligi haqida sizlarga shaxsiy zo'r sertifikat beramiz. Ya'ni sizlar kursni tugatganlar haqida tasdiqlovchi sertifikat bo'ladi. Kursni tugatganlardan so'ng videolar hammasi saqlanib qilib qolinadi. Faqatgina 4 oy muddat ichida turadi videolar. Keyinchalik yana o'rganishinglar uchun. Xo'p. Kafolat beraman. Ya'ni qanaqa kafolat? Premium tarifda olganlarga 14 kun ichida to'lovini qaytara olish kafolatini beraman. Agarda siz kursda, ya'ni meni darsligimni o'rganish jarayonida 14 kun ichida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa yoki siz kursdan umuman foyda olmaydigan bo'lsangiz, ishoning, men sizga pulingizni 100% qaytarib beraman. Buning narxi 2 million so'm. Endi VIP tarifga keladigan bo'lsak, VIP tarifda barcha standart va premium tariflarda bor narsalar bor va qo'shimcha narsalar ham bor. Bular nima? Ya'ni Jasur Beknazov shaxsan o'zim kurator bo'laman. Barcha savollarga shaxsan o'zim yechim beraman, javob beraman. Qanaqa muammoli holatlar bo'lsa, boshqa yo'nalishga tegishli savollar bo'lsa ham meni o'zim shaxsan javob berib boraman. Ya'ni shaxsiy kuratorlar shaxsan o'zimman. Xo'p, kurs davomida 4 ta jonli efir bo'ladi. Telegramda yoki Zoomda bo'ladi. Qonuniy gaplashamiz kepkasi bor. Maxsus kepkasi, qonuniy gaplashamiz kepkasi VIP tarifda o'qiganlar uchun bepulga beriladi. Keyin ya'ni shaxsan o'zim bilan bepul tushlik bo'ladi. Kursda o'qib tugatganimizdan so'ng hamma VIP tarifdagilar bilan ko'rishamiz, alohida qanaqadir restoranda yoki choyxonada nishonlaymiz, gaplashib o'tiramiz, 4-5 soat o'tiramiz, gaplashib kerak bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa, hammasiga yechim beraman, javob beraman, yordam beraman. Qisqasi zo'r bo'ladi.
kursga 6 oylik dostуп bo'ladi. Ya'ni videolar tashlab berilgandan keyin hamma materiallarga sizlarga naqd 6 oy dostуп bo'ladi. 6 oy ichida yana qayta takrorlamoqchi bo'lsanglar yoki qanaqadir savol chiqib qolgan bo'lsa 6 oy mobaynida javob olishlar mumkin ushbu guruhdan. Ya'ni 6 oy ichida barcha savollarga yana shaxsan o'zim kuratorlik qilib, o'zim javob berib boraman. Keyin 14 kunlik to'lovni qaytarish kafolati. Bunda ham VIP tarifda sotib olganlardan keyin sizlarga kafolat beraman. Biron narsani o'rganmasanglar yoki meni metodikam sizlarga yoqmaydigan bo'lsa, minimet texnikani tushunmasanglar, ishlata olmasanglar, men sizlarga pulinglarni 100% qaytarib beraman. Xo'p. Lekin bugun sizga ajoyib taklifim bor. Oxirgacha ko'rayotganlar uchun, ya'ni kursga master klassimizga qatnashayotganlar uchun taklifim bor. Standart tarifi 1,5 million so'm. Lekin men sizlarga buni 1,197,000 so'mga beraman. Premium tarifi 2 million so'm, lekin men sizlarga 1,497,000 so'mga beraman. VIP tarifimizning narxi 4,5 million so'm, lekin skidkasi bilan sizlarga 3,497,000 so'mga beraman. Faqatgina master klassimizga qatnashayotganlar, ko'rayotgan insonlar uchun. Endi keling, bitta narsani men sizlarga matematik jihatdan hisoblab va isbotlab beraman. Ya'ni agar kursga o'zingizlarga investitsiya kiritmaydigan bo'lsanglar, qanaqa sizlarning xarajatlar kutib turibdi. Mana prava olish jarayonlarini hammasidan tashqari bularni olib tashlaymiz. Ularga qilinadigan xarajatlarni olib tashlaymiz. Imtihonga kiriladigan xarajatlarni men sizlarga hisoblayman. Birinchi marta imtihonga kiradigan bo'lsak, 1 million so'm nazariy imtihonga alohida to'laymiz. 1 million so'm to'lab kirasizlar. O'tib ketsanglar, nur ustiga nur. Agar o'ta olmaydigan bo'lsanglar, o'sha ikkinchi marta kirishlarga majbur bo'lasizlar. Ikkinchi marta tayyorlanib kirishlarga 2 million 200 ming so'm ketadi. Bu qanday qilib desanglar, birinchi kirganlarga 1 million, ikkinchi kirganlarga 1 million 200 ketadi. Jami 2 million 200. Tasavvur qilasizlar, o'sha kursning narxidan o'tib ketyapti. Endi agar 3-marta kiradigan bo'lsanglar, bu narsa arifmetik progressiya tariqasida davom etib ketaveradi. 1 million 200, 1 million 200, 1 million 200 qo'shib ketaveradi. 4-marta yiqiladigan bo'lsa, tasavvur qilinglar, o'sha endi VIP tarifdan ham o'tib ketyapti shu. Menimcha oranglarda bo'lsa kerak. 3 marta, 4 marta yiqilib yurganlar aniq bor. Shuning uchun sizlarga juda ham katta imkoniyat. Sababi manaqa ustoz, ya'ni meni texnikam orqali o'rgatadigan ustoz O'zbekiston bozorida hali yo'q, ishonaveringlar. Men o'zim ko'rmaganman shaxsan. Va bugungi kechaning eng asosiy sovg'asiga o'tamiz. E'tibor beramiz. Juda ham muhim sovg'a bu sizlarga. Tayyor turinglar. 18 daqiqa ichida ulgursangiz, mana shu narsa sizlarga bonus sifatida beriladi. Ya'ni 18 daqiqada ro'yxatdan o'tganlar uchun qonuniy gaplashamiz mini kursi beriladi. Ya'ni bu kurs nimalardan tashkil topgan? 5 ta noqonuniy jarimalarni bekor qilish arizasini olasizlar. Qanaqa ariza deydigan bo'lsanglar, multiradar, 3 oyoq, beton hamda sim yo'qochlarga o'rnatilgan kameralardan keladigan bo'lsa, hozirgi paytda avj olgan bolg'achasi yo'qlarga ham jarima solyapti. Bu ham noqonuniy, bu ham bekor qilish arizasi bor. Va eng asosiysi, istalgan noqonuniy yoki qonuniy bo'lsa 48 soatdan kechib keladigan bo'lsa, shuni bekor qilish arizasini men sizlarga bepulga beraman. Buni plyus tomoni nimada? Hozir sizlarga qiziq bo'lmasligi mumkin. Lekin bu arizani o'zingizlarga olib qo'yadigan bo'lsanglar, kelajakda noqonuniy sizlarga shunaqa jarima keladigan bo'lsa, bemalol sud orqali bekor qilasizlar. Hattoki 5 million so'm moddiy va ma'naviy zararni ham undirib olasizlar. Kamida 5 million so'm noqonuniy jarimalar ustidan shikoyat berib undirib olasizlar. Keyin ichki ishlar organlari xodimlari bilan qonuniy gaplashish usullarini sizlarga fishkasini ochib beraman. Ya'ni bu juda ham katta fishka. Ichki ishlar organlari bilan gaplashasizlarmi, GAI bilanmi, YPX xodimi bilanmi, farqi yo'q. Juda ham muhim qo'llanma bo'ladi bu sizlarga. Faqatgina 18 daqiqada ro'yxatdan o'tganlar uchun mana shu kursimiz, ya'ni mana shu qo'llanmamiz bepulga beriladi. Aytgancha, qonuniy gaplashamiz kepkasi bor bizda. U kepka kimlarga beriladi? Mana VIP tarifda aytdim. VIP tarifda sotib olganlar uchun qonuniy gaplashamiz kepkasi bepulga beriladi.
Misol uchun gai xodimimizni to'xtatdida, u bilan gaplashishdan oldin kepkani olib shunday kiyib olamiz. Keling endi qonuniy gaplashishni boshlaymiz deysizlar. Gai xodimi qonuniy gaplashishni o'qigandan keyin sizlarga ortiqcha harakat qilmaydi va qonuniy gaplashishni boshlaydi. Xo'p, faqat to'liq 100% to'lov qilganlar uchun quyidagi narsalarni taklif qilamiz. E'tiboringlar. Faqat to'lovni 100% amalga oshirganlar uchun prava testidan 20 tadan 20 ta urish uchun top 10 qoidalarni mini kursini sizlarga bepulga beramiz. Tasavvur qiling, 20 tadan 20 ta top 10 qoidalari bor. Bu qoidalar hech katta ko'rmagansizlar. Mana shuni men bepulga sizlarga beraman. Endi hamma bilan, mana shu prava olganlar bilan shaxsan o'zim ko'rishamiz, nishonlaymiz, birga hammasini o'tirib yeb ichar qilamiz. Seminar bo'ladi, jonli seminar bo'ladi. Onlayn emas, offlayn seminar bo'ladi. Hamma bilan ko'rishimiz mumkin, alohida rasmga tushishimiz mumkin, gaplashamiz, fikrlarimizni bo'lishamiz, qanaqadir savollar bo'lsa, maza qilib gaplashib o'tiramiz bolalar. Shuning uchun bu narsaga ham alohida e'tibor beringlar. Endi joylarni band qilish uchun, ya'ni standart, premium, VIP tarifni tanlamoqchi bo'lsanglar, atiga 100 ming so'm to'lov qilib, o'z joyingizni band qilib olish imkoniyatiga egasiz. Atiga 100 ming so'm. Endi men sizlarga muhim jihatni o'rgataman. To'lov qilish tartibini alohida